Assalomu alaykum. Robocon testdagi 0016 masalani yechamiz. Natural son. Bu masalada son beriladi. Son raqam ko'rinishida, shuni so'z ko'rinishida yozish kerak. Demak, 17 bo'lsa, 17. Xo'sh, beri 100 ming 5, 100 ming 5. Xo'sh, endi bu e'tibor bering, oldingi masalada xuddi shu masalani yechuvdik, lekin bu yerda oraliq mingdan oshmagan bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Bunda endi qarang, 10-12 darajasidan oshmasligi kerak. Bu demak kattaroq son. Shu sababdan ham qiyinlik darajasi buni 10-30%. Buni qiyinlik darajasi qancha edi? 1% osonlik bilan. Demak, buni xo'sh qanday yechamiz? Bu minggacha o'q beradi, to'g'rimi? 595 ga shuni 595 deb o'q beradi. Nima qilamiz? Buni yechimidan foydalanib sinflarga ajratamiz xolos. Ya'ni berilgan sonni 3 ta teskarisidan boshlab 3 tasidan o'qitamizda, 3 talikni o'qib biladi-ku bu, to'g'rimi? Va sinfni otini qo'yamiz. Masalan, birinchi sinfda yo'q, undan keyin ming, keyin milliard. Bunisida deylik. Ming, million, milliard sinflarni ismini qo'yamiz. Har 3 ta o'qitamiz xolos. Ya'ni sinf o'qitib, sinfni ismini qo'shamiz va buni yechimidan foydalanamiz. Oldingi masalani yechimidan foydalanamiz bunda. Keling, endi shu masalani C++ da yechaylik. Visual Studio'da C++ tilini tanlab, proyekt hosil qilib olamiz. Xo'sh, bu kommentlarni o'chirib tashlaymiz. Va biz stringlar bilan ishlaganimizga string degan bibliotekani chaqirib olaylik va using namespace std deylik, standart namespace'ni ishlatishimiz uchun. Xo'sh, biz xohlasak oldingi bu masalani yechimidan C++dagi yechimi bor edi. 3 talikni o'qish uchun shundan foydalanishimiz mumkin. Xohlasak, keling bu ikkitasini shundan foydalanaylik ham. Buni global qilib qo'ysak, endi funksiya hosil qilamiz. Keling shundan foydalanaylik. Funksiya hosil qilaylik. Demak, uchlikli string tipida qaytarsin. String uchlik, bu int n. Bu yerda cout qilmaymizda, endi return qilamiz. Bo'ldi. Bu qismini tushuntirib o'tirmaymiz. Bu 3 ta 0 bilan 3 xonali sonni o'qib beradi bizga. Masalan, 123, 456. Shu oldingi masalani 1899-masalani yechimini ko'ramiz. Buni tushunish uchun oldingi masalada tushuntirilgan. Endi biz qiladigan masala 3 ta o'qib olamizda. Keling, bu boyagi bu C# dagi yechimdan bu qismini olib olaylik. Kerak emas. String sinflar. Bu ham kerak emas. Bu C++da shuni yozadi. Sinflarni biz qo'shgan qismimiz shu bo'ladi. Sinflarni qo'shamiz va bu yerga kod yozamiz hozir. Endi buni ham C# dagi yechimdan olsak bo'ladi. O'giramiz shuni. Xo'sh, C++ga o'girsak osonroq bo'ladi shu. Endi long tipida n o'qib olamiz. Sin bilan n ga o'qib olamiz. Xo'sh, endi natija hozircha i0 bu indeks bu sinflardagi bularni indeksi uchun bir safar bo'sh qo'shadi, bir safar ming. Siz bitta sinfni o'qiydi, masalan 123 ming yoki million, 456 ming degan so'zlar qo'shishda bu indeksdan foydalanamiz. Natijada saqlanadi. Endi oxirgi 3 talik sonni o'qib olamiz va o'sha uchlikka beramiz. Bu string bunda yo'q. Demak, bunda bunday qilaylik. If deymiz. 3 empty bo'lmasa, bo'sh bo'lmasa, is space 3 back. Oxiri bo'sh joy bo'lsa, o'sha bo'sh joydan qutulishimiz kerak. Demak, 3 pop back deymiz. Xo'sh, nimaga buni qildik? Chunki biz oldin ko'rdikki, bu yerda masalan
100 ming so'zida 100 ta ana buni qo'shamizda 100dan keyin ana bo'sh joy boradi va ana bu yerda hozir ana yana bu yerga bo'sh joy qo'shyapmiz. Shunga ikkita bo'sh joy bo'lib qolmasligi uchun shunaqa holatda ana shu bitta bo'sh joyni o'chirib tashlaydi mana. Endi agar demak bo'sh bo'lmasa, uchlik yuqorida uchlik bo'sh bo'lmasa, demak uchlikni oladi, sinf otini o'qiydi va natijaga qo'shib qo'yadi. Ana bu yerda ekranga oxirida siyot bilan chiqaradi. O'shani hozir ishlatib ko'rib ko'rsataylik. Masalan, 123 456 bo'lsa, qarang. Bu avval 456 ni oladi. 456 ni kattaroq son yozadi yoki xo'sh. Mana bu avval ana bu oxirgisini oladi. Mingga bo'ladi, oxirgi qismini oladi. 741. Ana qayerda bu? Ha bu 3 ga karra emasmi bu? 3 ta, 3 ta to'g'ri-ku. 2 milliard. Ha bu qismini olmabdi shekilli. Birinchi birni olmabdi. Ana bu qismini olmabdi. Yo'qmang. Ko'p katta son yozdikmi? Long qo'yaylik bu yerga. Kattaroq sonni olsin. Ha endi to'g'ri o'qidim. Xo'sh, qani bu? 741 ana 741 ni oladi. Ana bu 741 ni o'qiydi. Uchtalik sonni o'qishni oldingi masaladan bilamiz, to'g'rimi? Endi keyin buni mingga bo'lib tashlaydi, bu qismi qoladi. Yana mingga bo'lib qoldig'ini oladi, 789 ni oladi. Bu ana bu 741 dan keyin ana bu sinfni ana buni qo'shib qo'yadi. Hozir bo'sh bo'lganiga hech narsa chiqmaydi. Undan keyin 789 ni o'qiydi. Ana qani edi bu? 700 ana 789. Undan keyin bu i bitta keyingi sinfga oshganligi uchun 1000 so'zini qo'shib qo'yadi ana. 789 ming. Endi undan keyin ana buni oladi 456 ni. Ana endi 456. Undan keyin keyingi sinfni qo'shib qo'yadi million. Mana undan keyin buni qo'shib qo'yadi. Xuddi shunday ana bunisini o'qiydi 123 ni, ana 123 keyin milliard. Ana buni qo'shib qo'yadi. Ana ya'ni buni bilamiz oldingi masaladan. Agar bilmasak, uchtalik sonni o'qiyveradi har safar. Demak, bu ana shu yozgan kodimiz ana shu. Mana yozgan kodimiz oladida mingga bo'ladi, uchtalikni o'qitadi. Agar bu ortiqcha bo'sh joyni o'chirib tashlaydi. Agar yuqorida bironta son bo'lsa, demak nima qiladi? Ya'ni son bo'lsa deganda nimani nazarda tutyapti? Masalan, ana bunaqa son bo'lishi mumkin hozir. Ana bitta bir bo'ladi, uzun bo'lib bitta bir bo'lishi mumkin. Ana bu orada o'qisa degani. Tushundik-a? Agar bu yerda agar shunaqa holatda yuqorida hech narsa kelmaydida. Agar shunaqa bo'sh bo'lmasa, demak 123 masalan 1000 deydi yoki ana 123 ni o'qiydi, uchtalikni, keyin sinfni qo'shadi. 1000, million, milliard va undan keyin natijani e'tibor bering, natijani chap tomonga qo'shib ketaveradi har safar. Demak, o'ng tomondan boshlaydi ana bu sonni o'qishni, chap tomonga qo'shib ketaveradi ana. Va har safar i plus plus ana bu ana buni indeksi bu va natija endi har safar mingga bo'lib kamaytirib boraveradi. Bu universal usul. Masalan, kelinki ana bu yerga trillion deb qo'shsak ham ishlayveradi. Trillion deb qo'shsak ham ishlayveradi. Masalan, agar tipi qabul qila olsa bo'ldi. Uchun bu desak, ana qarang. 123 tushmadimi? 123 456 milliard. 123 ha yo'q, qo'shmadi. Boya Javada variantda. Epi qo'shmamizku trillion. Trillion. Bir yuz yigirma uch ana 123 trillion 456 milliard
Ko'rdingiz davom etyapti. Demak, universal yana davom etsa, yana davom etaveradi. Universal nimaga? Chunki har safar ana yuqorida 3 talikni o'qiydi. Bu 3 talikni o'qib ketaveradi. Tamom. Xo'sh. Demak, keling shuni ana boyagi testni berib ko'raylik. To'g'ri ishlayaptimi yo'qmi? Qanday? Mana bu ikkinchi son. 105 mana 100 ming 5. Faqatan 100 ming 5. Ana shu sonda shunda ana shunaqa holatda 1000 100 dan keyin ham ochiq joy qo'shuvdik, 1000 dan oldin ham qo'shuvdik. Shunga ana bu qismi ana shuni o'chirib tashladik bitta ochiq joyni. Chunki ana bu yerda 100 dan keyin ham ochiq joy bor-da. Bu yerda sinfdan oldin ham ochiq joy bor. Xo'sh. Buni olib endi tekshirish uchun yuboramiz va bu yerdan C++ ni tanlab yuborishni bosamiz. Sekin yuboryapti shekilli. Mana yubordi. Mana testlardan o'tyapti. Mana accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. Demak, bu masalaning C++dagi yechimi edi. Xo'sh. Mana buni bilamiz, uchlikni o'qitishni bilamiz. Mana kodni yozdik xolos. 3 ta o'qitib, sinflarning ismini qo'shdik xolos va bu yerdan ham sinflarni ana buni qo'shimcha qildik. Bu ikkitasi oldingi masalada bor edi. Quyidagi Telegram, YouTube va Instagram kanallariga obuna bo'lamiz. Ilmni tarqalishiga hissa qo'shish uchun like bosamiz va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz.